shaharda yashirin va kuzatilmaydigan iqtisodiyot 60 trillion so'mga yetdi. Bu byudjet yiliga 7,5 trillion so'mni yo'qotadi degani. Birgina aksiz solig'i to'lovchilar ishlab chiqarish va realizatsiya hajmini yashirgani oqibatda 66 milliard so'm soliqdan qochilgan. Yashirin iqtisodiyotga qarshi kurashish va soliq ma'murchiligi bo'yicha poytaxt soliq organlari ishi mutlaqo qoniqarsiz. Masalan, qo'shimcha qiymat solig'i to'lovchilarning qariyb 30 mingga shu soliqning biror so'mini to'lamagan. Yoki savdo va servis umumiy ovqatlanishda kassa apparatidan 4dan biri ishlatilmayapti. Foydalanilgan 49 ming kassa apparatining qariyb yarmi kun davomida ko'pi bilan bitta chek urgan. Shuningdek 14 ming savdo servis obyekti hisobotda atiga bir ishchi ko'rsatgan. 16 mingga umuman ko'rsatmagan. Ayrim soliq boshliqlari tushumning ko'paytirish o'rniga qo'shtirnoq ichida tadbirkorlarga homiylik qilish bilan band. Masalan, shaharda o'tkazilgan tekshiruvlarda 70 milliard so'm soliq hisoblanmasdan qolgani aniqlangan. So'nggi 2 yilda shaharning 19 nafar xodimi korrupsiya bo'yicha jinoiy javobgarlikka tortilgan. Byudjetga 27 milliard so'm zarar yetkazilgan. Mana soliqni kattakonlari nima bilan shug'ullanish kerak? To'g'ridan to'g'ri soliq tushmasa biz byudjetni qayerda olamiz? Oylikni qayerda olamiz? Pensiyani qayerda olamiz? Odamlarni qanday rozi qilamiz? O'tgan hafta Mirzo Ulug'bek tumani soliq boshlig'i Usmonov ishdan bo'shatib, jinoiy ishi qo'zg'atilgan. Yoki 6 yildan beri lavozimda o'tirgan Shayxontohur soliq boshlig'i Mullajonov Chorsu bozorida to'lov intizomini joyiga qo'ymadi. Tumanda Malika savdo markazida esa ahvol bundan ham achinarli. 5 yildan beri shahar soliq boshlig'i bo'lib ishlayotgan Nasimjonov tushumlarini ko'paytirish bo'yicha o'zgarish qilgani yo'q. Qo'shilgan qiymat solig'idan sun'iy ortiqcha to'lov hosil qilish orqali byudjetdan noqonuniy qoplash holatlari juda ko'paygan. O'tgan yili bu soliqni noqonuniy qaytarish bo'yicha 20 nafar soliq xodimiga jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Zarar 300 milliard so'm. Bu rahbar bor joyda shunday bo'lyapti. Bu qancha nafaqa, qancha oylik bu? Soliq ma'murchiligi nazorati samara bermagani oqibatda inspeksiyada 805 ta korxonani soliq tushumida o'zgarish bo'lmagan. Bu yo'nalishga javobgar bo'lgan 7 yildan beri ishlab kelayotgan birinchi o'rinbosar Mirzayev Mubin shuncha payt qayerga qaragan? Mirzayev ishdan olinsin bugunda o'zida. Pulatovga topshiriq bugunda o'zida Nasimjonov va Mullajonovning arizasini olib, Yo'ldashev, Valiyev ularning faoliyatini chuqur o'rganib, qonun ustuvorligi va jazo muqarrarligini ta'minlash bo'yicha menga shaxsan axborot berasizlar.